201 kuzovni O'zbekistonda 190 talik deyishadi va bu mashinani asl tarixi va qiymatini afsuski bilishmaydi. Keling, bugun shu miflarni sal chekkaroqqa surib, 201 haqida gaplashamiz. 201 kuzov podveska bo'yicha hamma zamonaviy Mercedes, BMW, Audi'larni otasi bo'ladi. Chunki birinchi tarixda seriyali 5 rычagli podveska aynan shu mashinada bo'lgan. Umuman olganda 201 kuzovning tarixiga qaytadigan bo'lsak, 70-yillarning oxirida dunyo bo'yicha neftinoy krizis boshlangan. Hammaga ekonomikroq mashina kerak bo'lgan. Ayniqsa Mercedesning o'sha paytdagi modellariga qaraydigan bo'lsak, bu Mercedes anchagina kichkina razmer va aynan shu krizis bu mashinani paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan faktorlardan biri hisoblanadi. Qiziq voqealardan o'sha paytda Mercedes-Benz 201 ni yangi liniyaga qo'yayotganda Nürburgringning yangi bir qismi ochilishiga to'g'ri kelgan va Mercedes bir poyga tashkil qilgan. Bu poyganing nomi Chempionlar poygasi bo'lgan. Va bu poygada Formula 1 ning pilotlari ishtirok etgan. Taniqli pilotlardan James Hunt, Niki Lauda va o'sha paytda Formula 1 ning yangi debyutanti, hamma uchun sevimli Ayrton Senna bo'lgan. Va yana har bir 190, har bir Mercedes, kerak bo'lsa har bitta mashina yaxshi ko'radigan odam faxr bilan eslasa bo'ladigan voqea bu W201 ning nardidagi dunyo rekordi. Xullas qisqa qilib aytib beradigan bo'lsak, Mercedes kattagina dorga osilib qo'yadi. Lekin bu narsani uddalaydi. Gap shundaki, Mercedes-Benz W201 ni yangi liniyaga qo'yayotgan paytda bu mashinamiz 50 ming kilometr poyga poligonida hammani ko'z oldida to'xtovsiz yurib beradi deb katta gapirib qo'yadi. Lekin bu mashina faqat bu narsani uddalaydi va o'rtacha tezlik soatiga 244 kilometr tezlik bo'ladi. Xullas, bu ahmoqlikni qilish uchun W201 haqiqatdan ham to'xtamasdan 50 ming kilometr yurib beradi. Buning uchun mashina faqatgina pilotlar va yoqilg'i va motor moyini almashtirish uchun to'xtagan. Bu videoni ko'rib turib, ahmoqligi buni iloji yo'q deyotgan bo'lishingiz mumkin. Sizni tushunaman. Menimcha Mercedes ham bu rekordni qaytara olmasa kerak. Mana shunaqa 80-yillarda marketing haqiqiy jangovar bo'lgan. Bugungi kunda ko'pchilik bu mashinani mensimasligi mumkin, lekin o'zini paytida avtolarni haqiqiy larzaga solgan va xohlagan M5 F90 mi, G90 mi, G200 mi podveskasi aynan shu mashinaniki. Bugungi kungacha bundan zo'r sistemani o'ylab topishgani yo'q.